Hozir nima qildik? Mana birinchi etapingiz mana bu. To'g'rimi? Keyingi etap bu bir. Ozginadan keyin siz ikkinchi nom qo'yishingiz kerakmi, to'g'rimi? Ha, tursin, lotion. To'g'rimi? Kichkina qilib nimani qo'shasiz? Qo'shmoqchi bo'lganingizda. Keyingisi bu ikkinchisi, to'g'rimi? Uchinchi oy ketadi yoki nimani? Keyin nima qilasiz? Kichkina qilib nomini yozasiz. Mana buni to'g'ri qilib yozasiz. Keyin nomni tanitib olasiz. Keyin nima bo'ladi? To'rtinchisi Faqat ot tekshiradi. Odamlar ko'zini o'rg'atadi. Muffin and lotion. Biz 5 nima bo'ladi o'sha? Muffin. Faqatgina muffin bo'ladi. Pulga olish uchun boshqa. Kattalashtirib. Endi sizlarga bu sababni ko'rsataman. Nestle ustini qanaqa qilib o'tkazdi? Nima? Yo'q, birinchi Nestle yozdi, keyin Lactel yozdi. Keyin Lactel kattaroq, keyin kichkina Nestle yozdi. Keyin old Nestle o'chirib tashladi, Lactel. Mana formula. Siz o'qimaymiz ham laktelligini. Nestle deb uramiz, singib qolgan. Shunaqa chipta o'zgarmagani usti. Mana ham shunaqa qilyapman-da, hozir sekin-sekin. O'zi vaqtida sizga zo'r narsa. Etiketkalarim tugaguncha turib tursin dedim. Ungacha qo'zg'olmayman. Yozuvering, hech narsa qilmaydi. Lekin poyezd qilganda uniform bayram birinchi bo'lib chiqardi-da. Poyezdda boshqa, do'konni tepasida, baribir qanchadir siz nima deb yozishingiz kerak? Uniformalar yoki bo'lmasa kecha nomi nima edi? Maxsus kiyimlar. Uniform bayram. Maxsus farqli. Space adezda hamma shunaqa qidiradi. Chunki men space adezda ishlaganman. Space adezdani направленияsi jim ekan. Qanaqa? Space adezda. Space adezda quruvchilar uchun faqat deb yozilgan. Manga kirsin, bo'lmasa tashlab ketaversin. Kafedagi. Yoki bo'lmasa na zakaz bo'lsa sразу yozaman. Space adezda na zakaz. Bu degani любой odamga tikib beraman. Degani. To'g'ri. Просто sizga kim kerak? Shuni siz filtrlab olasiz. No, umumiy so'z bilan. Chunki mebel degani mamiyam mebel. Kalitsiz bo'lishi kerakmi shunda? Ha, chaqirib olish uchun kerak bo'lasiz. Do'g'rida hamma shu joylarga yozasiz. Bu degani narx 1 yilgacha o'zgarmaydi, 6 oygacha o'zgarmaydi. 6 oyga bitta do'g'ri qilinadi. Bu bittasi, bu qonuniy. Ikkinchisi